teri kasalliklari, nafaqat teri kasalliklari, odam organizmiga to'p zararli mahsulotlarni sizlarga hozir aytib o'taman. Birinchisi, hamma biladigan o'sha chips. Chipsni tarkibida qancha kartoshka bor deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib ketinglar. Men lekin buni bilmadim. Ikkinchisi, bu demak gazli ichimliklar, energetiklar. Tarkibida juda katta miqdorda sun'iy shakar, kofein va taurin miqdori juda ko'p. Uchinchisi, bu fast food. Fast food ichida eng zararlisini bilasizlarmi nima? Bu hot-dog bo'ladi. Chunki bular tarkibida bilasizlarmi, go'sht yo'qligini, ichi to'la soya. To'rtinchisi esa bu konserva mahsulotlar. Yaqinda bitta statiya o'qib qoldim. Amerikada 130 yil oldingi konserva bankasini ochishdi. Ichida nima topishdi bilasizlarmi? 130 yil oldin ichidagi mahsulot qanday bo'lsa, xuddi shundayligicha turibdi. Bu nimaga deb o'ylaysizlar? Beshinchisi bu oq non. Har bir dieta stolida hammasida oq non taqiqlangan. Nimaga bilasizlarmi? Organizm uchun eng og'ir hazm bo'luvchi va semirtirish xususiyati juda yuqori. Yaqinlaringizni sog'lig'iga befarq emasmisiz? Bu videoni ularga jo'natib qo'ying. Albatta foydali bo'ladi.